Qarang. Bisektrisis mavzusini qiyin savollardan biri. Demak, uchburchak berilgan. Uchburchakning mana bu bisektrisa, ichki bisektrisa alfa, mana bundan tashqi bisektrisa beta. Mana bu 3-tomondagi bo'laklar 3 2 x bo'lsa, shundan x toping degan savol ekan. Demak, qarang. Birinchi mana bu uchburchak uchun qarab ishlaymiz. Mana shu uchburchak uchun biz sinuslar teramas, yo'q. Bisektrisa qoidasini qo'llaymiz. Xo'p, 3 ning 2 ga nisbati yon tomonga nisbatan teng bo'ladi. Bisektrisa qoidasi bilan shunday. Buni 3a desak, bu 2a bo'lib qoladi. Buning bunga nisbati bu ikkita tomon nisbati kabi. Ana endi biz mana buni o'zimizdan birorta gamma burchak kiritamiz. Mana bu kichkina uchburchak uchun bitta sinuslar teoremasini qo'llaymiz. Xo'sh, qanday qilamiz? 2a ni uni qarshidagi burchak sinusga nisbati teng betani demak x ga. X ning nisbati sinus betaga. Birinchi nisbatni topib oldik. Endi katta uchburchak uchun qo'llaymiz. Mana bu burchagimiz bizga nima ayting? Hammasi 180 ayrilgan beta bo'ladi. Endi katta uchburchak uchun yana bitta sinuslar teoremasini qo'llaymiz. 3a ni nisbati sinus gammaga teng bo'ladi. Demak, 5 qo'shilgan x ni bo'lamiz sinus 180 minus betaga qilamiz. Biri bilan nisbat olsak, a'lar ketadi, sinus gammalar ketadi. 2 ning 3 ga nisbati teng bo'ladi. X taqsim x plus 5 bo'ladi. Shundan x topsak 10 degan javob chiqadi. Hamma tushundimi?